Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugun sizlar bilan bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'qilish tartibini o'rganamiz. Namoz o'qishga kirishdan avval tahorat olmoq lozim. Tahoratni mukammal qilgach, kiyimlarimiz pokligiga va namoz o'qilinadigan o'rinning pokligiga ahamiyat berishimiz lozim. Bomdod namozining 2 rakat sunnatini niyat bilan boshlaymiz. Niyat quyidagicha: niyat qildim bomdod namozining 2 rakat sunnatini qiblam bo'lmish Ka'baga yuzlanib o'qimoqlikni. Undan keyin takbiri tahrima, ya'ni Allohu akbar deb qo'llarimizni ko'kraklarimiz barobarida ko'tarib, chap qo'limizning ustiga o'ng qo'limizni qo'yib, qo'llarimizni bog'laymiz. Va undan keyin sanoni aytamiz. Sanoning o'qilishi quyidagicha: Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Undan keyin A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fotiha surasidan keyin ayollar esa amin deb maxfiy ichlarida aytishadi. Undan keyin bitta zam sura qo'shamiz. Inna a'taynakal kawthar fasolli li robbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Undan keyin Allohu akbar deb tizzalarimizni salgina bukkan holatda qo'llarimiz bilan ushlab rukuga egilamiz. Va rukuda Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb 3 marotaba aytamiz. Ana shundan keyin Sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Ya'ni tik turgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga borayotganda albatta birinchi tizzalarimizni qo'yamiz, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni qo'yamiz. Va sajdada turgan holatda qo'llarimizning tirsagi yerga tegib, ya'ni ayollar imkon qadar tizzalarini qornlariga tortib turadi va sajdada turganda Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytiladi. Undan keyin Allohu akbar deb qa'daga o'tiriladi.
biroz tin olgach yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada turganda qo'llar yana yerga tekkan holatda sajdada subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb qiyomga turamiz. Ya'ni qaddimizni tiklab qiyomda turgan holatda Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanirrohim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Undan keyin yana bitta zam sura qo'shamiz. Qul huvallohu ahad, Allohus somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Undan keyin Allohu akbar deb tizzalarimizni sal bukkan holatda ruku qilamiz va rukuda 3 marotaba subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim deb aytamiz. Undan keyin sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Qaddimizni tik tutgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz va Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada avval aytganimizdek, birinchi sajdaga borishdan oldin tizzamizni qo'yamiz yerga, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni. Qo'limizni yerga qo'yganda albatta tirsaklarimiz yerga tekkan holatda turishligi shart. Sajdada turganimizda subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz va qa'daga o'tiramiz. Allohu akbar deb. Qa'daga bir pas tin olgandan keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Yana Allohu akbar deb qa'daga o'tirganda ayollar chap oyoqlari dumbalari ostida, o'ng oyoqlari esa yuza qismi qiblaga qaragan holatda bo'lishligi zarur. Va qo'llarimiz, tizzalarimiz barobarda turadi. Ko'zimizni ko'kragimiz tarafga qaratib tashahhudni o'qiymiz. Tashahhud quyidagicha: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Undan keyin salovat aytiladi. Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sollayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Undan keyin duo aytiladi. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Undan keyin avval o'ng yelkaga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh. Undan keyin chap yelkaga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi. Mana shuning bilan bomdod namozining 2 rakat sunnati tamom bo'ladi. Ana endi azizlar, sizlar bilan bomdod namozining 2 rakat farzini o'qilish tartibini o'rganamiz. Bomdod namozining 2 rakat farzi niyat bilan boshlanadi. Niyat quyidagicha: niyat qildim bomdod namozining 2 rakat farzini qiblam bo'lmish Ka'baga yuzlanib xolis Alloh uchun o'qishlikni. Allohu akbar deb qo'llarimizni ko'kraklarimiz barobarida ko'tarib, chap qo'limizning ustiga o'ng qo'limizni qo'yib, qo'llarimizni bog'laymiz. Va undan keyin sanoni aytamiz. Sanoning o'qilishi quyidagicha: Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Undan keyin A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fotiha surasidan keyin ayollar esa amin deb maxfiy ichlarida aytishadi. Undan keyin bitta zam sura qo'shamiz. Inna a'taynakal kawthar fasolli li robbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Undan keyin Allohu akbar deb tizzalarimizni salgina bukkan holatda qo'llarimiz bilan ushlab rukuga egilamiz. Va rukuda Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb 3 marotaba aytamiz. Ana shundan keyin Sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Ya'ni tik turgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdaga borayotganda albatta birinchi tizzalarimizni qo'yamiz, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni qo'yamiz. Va sajdada turgan holatda qo'llarimizning tirsagi yerga tegib, ya'ni ayollar imkon qadar tizzalarini qorinlariga tortib turadi
va sajdada turganda subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytiladi. Undan keyin Allohu akbar deb qa'daga o'tiriladi. Biroz tin olgach, yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada turganda qo'llar yana yerga tekkan holatda sajdada subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Undan keyin Allohu akbar deb qiyomga turamiz. Ya'ni qaddimizni tiklab qiyomda turgan holatda Bismillahirrohmanirrohim deb Fotiha surasini o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanirrohim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Undan keyin yana bitta zam sura qo'shamiz. Qul huvallohu ahad, Allohus somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Undan keyin Allohu akbar deb tizzalarimizni sal bukkan holatda ruku qilamiz va rukuda 3 marotaba subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim deb aytamiz. Undan keyin sami Allohu liman hamidah deb qaddimizni tiklaymiz. Qaddimizni tik tutgan holatda Robbana va lakal hamd deb aytamiz va Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada avval aytganimizdek, birinchi sajdaga borishdan oldin tizzamizni qo'yamiz yerga, undan keyin qo'limizni va undan keyin peshona va burnimizni. Qo'limizni yerga qo'yganda albatta tirsaklarimiz yerga tekkan holatda turishligi shart. Sajdada turganimizda subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz va qa'daga o'tiramiz. Allohu akbar deb. Qa'daga birpas tin olgandan keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada yana subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb 3 marotaba aytamiz. Yana Allohu akbar deb qa'daga o'tirganda ayollar chap oyoqlari dumbalari ostida, o'ng oyoqlari esa yuza qismi qiblaga qaragan holatda bo'lishligi zarur. Va qo'llarimiz, tizzalarimiz barobarda turadi. Ko'zimizni ko'kragimiz tarafga qaratib tashahhudni o'qiymiz. Tashahhud quyidagicha: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalomu alayna ala ibadillahi s-solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Undan keyin salovat aytiladi.
Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Undan keyin duo aytiladi. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Undan keyin avval o'ng yelkaga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh. Undan keyin chap yelkaga qarab assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beriladi.